Nima deydi buni aka? Yevrozavod deydi, 3D setka deydi. Siz ishlab chiqaruvchisiz. Shu mahsulot. Nima, qaysi narsalarni desam, aka, uni narsani dedi. Sizni akangizlarni bilaman. Sizni ham sinab ko'rdim. Odamda shu Alloh bergan omadi bo'ladi-da. Ularda, masalan, misol uchun aytsam, akangizda ana shu sharlarni ko'rsa 10 ta tosh otsangiz, 10 tasini yorsangiz kerak. Bu shu qanaqadir omad bo'ladi-da. Aka, qayerda ishlab chiqarish? Namangan shahrida. Namanganda o'zida. Qayerlarga sotyapsiz? O'zbekiston hamma viloyatda bor mahsulotlarimiz. Tojikistonda ham ozroq bor. Tojikistonga sotyapsiz-da? Tojikistonga borasizmi bilan keyin haftaga? Tojikistonga niyat bor. Hozir o'zi ish uyga borib, bittalik yostiqqa bosh qo'ygandan keyin. Qalay bo'ldi Qirg'iziston safarimiz? Qirg'izistonda o'shda yaxshigina hamkorlar bilan gaplashdik, kontakt almashdik, ko'rishdik. Bishkekka kelganda bitta bozor egasi bilan ko'rishib qoldim. U taklif qildi. Kelasanmidi, endi u hozir reja qildim. Kelamiz alohida avgust oyiga kelish reja qildim. Shartnoma qilish ham o'zi shunaqa bo'ladiki, siz kontakt almashasiz, tanishasiz, siz ishlab chiqaruvchiman, men shu narsani ko'raman, chiqaraman deysiz. Yuzga ketasiz. Shu ish egasini topib olsangiz, yuzga borasiz. Undan keyin 2 marta juma bilan tabriklaysiz. Bir kayfiyatini ko'tarib bir narsalar jo'natasiz. Zavodingiz videosini jo'natasiz. Undan keyin zavodingizga taklif qilasiz. Shu bilan rishta bog'lanadi aka. Shu bilan savdo bo'ladi. Lekin doimiylik uzoq savdo bo'ladi keyin. Shunaqa deyishdi. Men birinchi marta chiqishimga vaziyat shundoq bo'ladimi deb so'rasam, kontakt almashasan, keyin suhbat davom etadi bu yerda. Keyin sekin davom etib ketadi. Bolalar bilan gaplashsam shu holatni aytishdi. Yangilarda shunday bo'ladi. O'zi necha yildan beri qilasizlar buni? Bu 2016-yildan beri sim setka mahsulotlari bilan ishlaymiz. Bu mahsulot 2019-yil chiqish boshlagan bizda. O'zlayna. O'zingizmi yo bosh yo sheriklar bormi? Hozirgi kunda 3 ta aka ishlayapti. Akangizni bilaman, 3 ta aka kelasiz. Ukam bor, akam bor, men bor. Ishlab chiqaruvchi, sotuvchi, qarovchi. Siz qaysi должностьda? Biz nazorat, bu bolani nazorat qilamiz. Akam boshliq. Ukam hisobchi. Nechta odam ishlaydi zavodda? 40 kilosi bor. 50 ta atrofida. 50 ga yaqinlab qoladi. Buni narxini bila olamizmi? Qanaqa odamlarga sotamiz, necha pul turadi bu? Shu 50 ming so'mligi 1 metr bo'ladi. Mana shu. Eniga 2,5 metr bo'ladi. Bir donasi eng ordini, eng kichkinasi bo'lgani uchun 50 ming so'mdan boshlanadi. Demak, birga 2,5 50 ming so'm juda arzon ketyapti. Arzon bo'ladi. Qimmat o'zi. Shunaqa arzon bo'ladimi? 50 ming so'm bo'lsa, bunaqa zaburlar o'ragani juda arzon bo'lar ekanda. O'sha eng minimal holatdagi eng kichkinasi. Razmeri ham kattaroq-da? Baquvvatroq ham bo'ladimi? Mana simini ham qalinlashaveradi. Kattalashadi. Uni ham zakaziga qarab qilish mumkinmi? Bo'ladi. Bunaqa simdan qilib berdisa? Zakaz bo'yicha nima chiqadi? Qilib beraveradi. Demakki, Andijonda katta bog' o'raldi. Bir donasi 1 million so'mlik setka chiqadi. Bitta shunaqasi. Birga 2,5 mi? Yo'q. Uniki 2,90 ga 2,30 bo'ldi. Katta bo'ldi. Kadaga ham 5 sm ga 5 sm bo'ldi. Zakasi bo'yicha chiqdi. Grishotka bo'ldi. 5 litrda chiqdi. Juda chiroyli mahsulot chiqdi. Buni sotuv bo'yicha, xo'p, narxi shunda 50 dan boshlanadi undan, 50 ming so'mdan. Rangi ham o'zlaringiz sepasizlar? Ha, o'zimizning mahsulot. Har xil rang qilish ham mumkin. Parashkoviyda xohlagan rangingiz chiqadi. Men oqini endi e'tibor beryapman, yashillarini. Bizda rosa yashil svet kirib keladi bunda. Yashil standart rang. Xo'p, uyni fasadiga, bog'chalarga, dasafga ham svetofor rangida qilib berganman. U haligi zakaz bo'yicha xohlagan rang chiqarsa bo'ladi. Kichkinaroq zakazni ham boshqacha ranglarda qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ozgina vaqt ketadi, ozgina srok olinadi. 10 kun, u ham ko'p emas. 10 kun, 5 kun atrofida srok olinadi. Qo'limizdagi zakazlarga qarab. Zo'r, ishlab chiqarishga qachon boramiz? Boramiz, Xudo xolisa. Bu safarlarni yakunlab olgandan keyin rejada bor. Namanganga borganimda yo'lim tushib qolsa, ayting albatta. Kirib bir ko'rib ketaman, akangizni ham tanishib ko'rishib ketaman, aytganman, dadangizlar bilan ham ko'rishaylik, nasib qilsa. Tadbirkorlarga ham aytamanki, meniki xolis, qayerda yo'lingiz tushib qolsa, ko'zingiz tushib qolsa, ushlayman, ana shu yerda foydalanib oling. Shu momentda siz uchun alohida vaqt ajratib yetib borishim qiyindir, vaqt muammoyimiz bor, hammamiz ishimiz bor. Lekin maytda ketyapmanmi, akandek tap ushing, aka bitta video qilib bering. Bo'ldi, mana video bo'ldi. Hamma ishlab chiqaruvchilar ko'radiganlar hammasi tadbirkor, hammaga keraksiz.
Shu bilan kontakt almashadi. Nomeringiz, raqamingizni qo'yaman aka. Kimga kerak bo'lsa. 050 50 02. Ismingiz? Sobitxon ismi. Sobitxon aka, o'zingiz olasiz-a? Ha, o'zim bildim. Musamman aka, mana shu cho'tkalar kerak bo'lsa, живой reklama mana issiq yo'ldan. Hayot qaynayapti. Aytdim, mashallarda aka bitta ottirib ko'ryapsiz-a? 10 ta otsa 10 ta tushadi. Hammasini yoraladi. Shunaqa bir omad egalari bor aka-ukalar.